Teşvislik keselligi ve xamışlık keselligi bizning salomatligimizni tahdid etib kelayotgan psixik kasalliklarning biri. Shundaqla yaqindan buyon yosh o'smirlarimizda va nurg'ulg'an xonim qizlarimizda mushkul kasallik alomatlari ifodalanyapti. Shundaqla psixik tekshirtganligin o'zida shu xil ahvolning klinik darajada yoki o'rta darajada yoki ig'ir darajada borligini bayqab, undan keyin tibobatchilarning qishtirok kelib shulardan bir maslahatlarni ilyapti. Mas'uliyat esa manfaat qilamdi, qanday davolayman degandek shunday savollarni so'raydi Allah kundan kun ko'payyapti. Bu nuqta to'g'risida sizlarga o'rtoqlashishni avalmış kasallikninki kelib chiqish sababi, shundaqla shu xil kasallikninki farqi, buni Uyg'ur tibobatida qanday dorilar orqali davolashga yordam beramiz, bu to'g'risida sizlarga o'rtoqlashib chiqamiz. Odatda mush xamışlık kasallik bilan teşvislik kasallikning kelib chiqish sababi asos jihatini o'qishib qoladi. Ya'ni bu xil kasalliklarniki ko'pinchisi musha irsiyat xarakterida. Ya'ni shu jamiyatda, shu oilada burun mush irsiy kasalliklardan, ya'ni shu xamışlık kasalligi deymiz, teşvislik kasalligi deymiz, undan boshqa mush mangadagi nevriplardagi sezgirlik xarakterdan bo'lgan kasalliklarni og'irganlik tarixi bor do'stlarimizda bir qadar ko'p uchraydi. Ikkinchi birisi bo'lib qolsa mush ijtimoiy muhit ta'sir. Ya'ni qanday degan vaqtda xizmatidan ayrilib qilish, sevginidan ayrilib qilish, undan boshqa mush oilasidan urug' tuqqanlardan ayrilib qilish. Uzoq muddat mush zaxmlanish tufaylidan shu jihatni o'ziga bir psixik yukni yenekli bilish. Undan boshqa mushkildagi do'stlarimizda mush oila majralari uzoq muddat tugamaslik sababidan mushkil kasallik kelib chiqadi. Undan boshqa bu xil kasalliklarningki psixik sapasiga o'xshashlik desak, yana tashvish kasallik bilan xamışlık kasalligidagi kishilarningki psixik jihatga o'xshashligi bo'lsa, bu xil kishilarningki sirtqi turmushga nisbatan sezgirligi nihoyat yuqori. O'zi qo'yib olgan talabi bir qadar yuqori. Shuningdek, boshqalarning o'ziga bergan bahosiga nihoyat yuksak darajada ahamiyat beradigan. Mushunda do'stlarimizda bu xil kasallik nihoyat ko'p uchraydi. Undan boshqa bu xil kasallikninki klinik ifodasi, ya'ni psixiklik ifodasi qanday bo'ldi degan vaqtda mush javlujun, ya'ni tashvishlik kasalligida bo'lib qolsa, bu xil kishilar nihoyat achchiq yomon, judun, undan boshqa bir xil masalalarga yo'liqqan vaqtda nihoyat jiddiylashadigan, yurak sepib ketadigan, damsi qiladigan. Undan keyin mush xil kasalliklarga nisbatan, mush xil sirtqi ehtiyojlarga nisbatan nihoyat bir sezgirlik eshib ketgan holatda ifodalanib chiqadi. Undan keyin xamışlık kasalligi, ya'ni niyojongli bo'lib qolsa, bu xil kasallikda ko'pincha shu xil kasallik giribdor bo'lgan do'stimiz nihoyat xamış, boshqalar bilan aralashishga kelmaydigan, aqliy zihniy qobiliyat tuvallab ketadigan, inkoslarga nisbatan sizmi tuvallab ketadigan, bu shunday alomat va ahvollar ifodalanib qoladi. Shunga bu xil kasalliklar giribdor bo'lgan do'stlarimizni tibobatda davolash to'g'ri kelib qolsa, nurg'ulg'an do'stlarimiz mushg'arib tibobatning antibiotiklarni, nervni tinchlantiradigan, uyquni yaxshilaydigan mushlar mahsulotlarni iste'mol qilgandan keyin ahvoli ig'irlashib ketgan ahvollar nihoyat ko'p. Shunga bu xil ahvolimiz tibobatda, an'anaviy tibobat davolash to'g'ri kelib qolsa, buning yana oldin tanlaydiganimiz bo'lib qolsa, birinchidan psixik jihatni yetaklashni asos qilgan ahvol ostida o'ziga qarata shu do'stlarimizga ishonch ato qilish, undan boshqa ularningki yurak nervini tinchlantiradigan, yurak ming xizmatini kuchaytirib turadigan bu shunday turdagi tibobat yasalmalarini iste'mol qilish orqali shu do'stlarimizninki balduroq salomatlikni asli kelishiga yaxshi yordam bergan bo'ladi. Ya'ni bu do'stlarimiz tibobat yasalmalaridan birinchi bo'lib tanlaydigani majuni davai mishki, majuni ximir marvayet, majuni amil nushtari, ya'ni mupari amila. Muşlarni, undan boshqa majuni nuja, mupari avrishim, mupari yaqut muşlarni iste'mol qilish orqali o'zininki yurakdagi ahvollarga, tashvishliklarga xushallik yetkazadi. Ya'ni nervni tinchlantirish, nervni quvvatlash, nervlarninki normal xizmatini asliga keltirish orqali yuqorqi maqsadlarga yetkazib bo'ladi. Undan boshqa ziyoda achchiq, tuzliq yemek-içmeklarni ko'p iste'mol qilishdan saqlanish orqali shu xil salomatlik ahvolininki yaxshiroq asliga kelishiga qarata o'ziga sharoitlarni hozirlab beradi. Undan boshqa tibobatimizda ko'p ishlatilgan choyliqlardan yerlik qizilgul, usti quddus, badranji buya, gavziban, sumbul, o'shna, qalampur, undan boshqa Məşə bidimişki qatarlıqlarını muvafiq usulda çay tayyorlab iste'mol qilish orqali odat usulga iste'mol qilib bergan vaqtda nervni tinchlantirish, yurak mingni quvvatlash qatorli xususiyatlarni birda shundaqli o'xshashda yuqoridagi alomatlarning unumli holatda oldini olish va yaxshilanishiga nisbatan yordamda bo'la oladi.